turgan joyimiz Betonka yo'lning yoqasi. Bu yoq shahardan kelaverish. Bu yoqda mana 100-150 metrdan keyin shunagina svetofor joylashgan, ya'ni metan zapravkaga yetmasdan yo'lning yoqasidan ijaraga beriladigan joylarimiz chiqyapti. Qaranglar, texnik ko'rikni yengil avtomashinadan boshlab avtobus, boshqa turdagi mashinalar, og'ir transportlar, yuk avtomashinalari, har qanday turdagi avtomashinalar uchun texnik ko'rik qilib qo'yilgan ekan. Bu degani ustalar keladigan bo'lsa, agar zo'r sharoitlar, imkoniyatlar oldida esa, agarda magazin ochadigan bo'lsalaringiz agar, bemalol mana oldida joylari bor, umumiy maydon 200 kvadratdan ozgina oshadigan do'konni ijaraga beryaptilar. Bu yo'qni avtozapchastchilar olib ishlatsa, agar zo'r foyda qiladi, xudo xohlasa. Agar yo'q, menga yo'lning yoqasidan boshqa xildagi do'kon qilaman desangiz, mana katta parkovkasi ham mavjud. Ayni damda egalari bu yoqda ichkarida avtoservis uchun joy ochishgan, o'sha ustalar bor, ishlashyapti. Bu yoqda o'sha aytgan do'konimizning ichki holatini bitta ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa holatdagi kattagina do'kon. 200 kvadratdan oshadi. Xohlasangiz o'sha avto ehtiyot qismlari uchun do'kon qilib ishlatinglar yoki tuning mahsulotlarini keltirib sotinglar. Agarda yo'q, yo'lning yoqasidan boshqa xil do'kon qilaman desangiz ham, egasini raqamlarini qo'yamiz, aloqaga chiqib kelishib ko'ringlar. Davom etamiz. Hamma yoq kamera kuzatuvi bilan jihozlangan. Bu yoqda ofislari, hojatxonalari. Xo'p, ayni damda o'sha ustalar kelgan, ishlashyapti. Bokslar tayyor. Hozir gaz ustalari kelgan. Agar yana gaz ustalari keladigan bo'lsa, gaz ustalari uchun alohida imkoniyatlar mavjud ekan. Nimaga deganda, xo'p, gaz ustalarini mana bu mashinani o'sha nimaga ulash bo'yicha, bazaga ko'rsatish ulash bo'yicha hamma hujjatlarni o'zimiz qilamiz. Keladigan mijozlari GAIga borib ortiqcha ovoragarchilik qilib o'tilmaydi. Bazada ko'rinadigan qilib onlayn hamma hujjatini qilib beramiz. Mana qaranglar, shuncha mashinalar hozir gaz ustalari uchun kelgan. Davom etamiz. Bu yoqda keyingi boksimiz bo'sh holatda turibdi. O'z chirog'ini yoqib ko'rsataman. Qaranglar, elektriklar bo'lsa, vulkanizatsiya ishlatadiganlar bo'lsa, agar xadavoy, motoris, detailing, любой turdagi avtoservis yo'nalishi bo'yicha xizmat ko'rsatadiganlar bo'lsa, agar bemalol o'z joylaringizni ochsalaringiz bo'ladi. Katta yuk avtomashinalari uchun ham xizmat ko'rsatishlaringiz mumkin. Mana shunaqa holatdagi joy, tepasida o'zini kranlari mavjud. Bu yoqda masalan keyingi omborxonasi, skladi. Bu yoqdan ham joy ochiladi. Buni ichida adashmasam 8 ta yoki 10 ta mashina uchun, 8 ta 10 ta boks uchun, ya'ni 8 ta 10 ta usta uchun joy qilib beramiz. Bu yoqdan bitta eshigi, yon tomondan yana bitta eshik ochiladi. Umumiy hisobda 40 ta mashina ta'mirlaydigan yoki avtoservis bilan shug'ullanadigan usta uchun joy qilinyapti. Уже 25 tasi tayyor holatda, qolgan 15 tasini ham tayyorlab beradilar. Уже 3 tasi zaynit, ya'ni joylarimiz soni chegaralangan. Shu uchun usta tanishlaringiz bo'lsa, tuning tanishlaringiz bo'lsa, elektrik, gazovik tanishlaringiz bo'lsa, videolarni ulashib qo'yaverasizlar. Chunki joylarimiz soni cheklangan, zo'r lokatsiyada joylashgan. Mana bu yoqda mana ustunlar tayyorlab qo'yilgan. Bu yoqda katta yuk avtomashinalarining ustalari uchun joylar tayyorlanyapti. Qaranglar, kichkina mashinalar uchun joylarimiz eni 4 ga uzunligi 9 bo'ladi. Katta yuk avtomashinalarimiz uchun eni 6 ga uzunligi 12 bo'ladi. Bo'yi где-то 8 metrni tashkil etadi. Gazoviklarimiz uchun bu yoqda o'zini gaz nazoratchisi, mana gaz ballonni sinash va laboratoriyasi, bu yoqda esa kompressor xonalarigacha tashkil etilgan. Agarda sex qilaman, ishlab chiqarish qilaman desalaringiz ham imkoniyatlari bor, tayyorlab beraveradilar joylarini. Yana 1800 kvadratli omborxonalarini ko'rsatamiz. Tok kelgan, suv kelgan, biror narsadan muammosi yo'q. Omborxonamizning oldiga keldik. Bu ham o'sha yo'lning yoqasidan, bu tomoni betonka, bu tomoni karvon pavorot, oldinda mashina uchun joylari bor. Umumiy maydoni juda ham katta bo'lgan. O'sha 450 kvadratli skladni alohida berganlar, mana yuklarini keltirib tushirishyapti. Bu yoqda ham bemalol katta mashinalar kirib chiqish uchun imkoniyatlari mavjud. Tepasida esa o'z reklamalaringizni, brendlaringizni o'zlaringiz tashkil etsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa katta ochiladigan darvozalari, kamera kuzatuv tizimlari mavjud. Kirishimiz bilan umumiy maydoni 1800 kvadratli omborxona, ya'ni 18 sotix bo'ladi. Mana shunaqa joy. Agar bu menga kattalik qiladi desalaringiz, kamida 3 qismga bo'lib beradilar yoki 2 qismga ham bo'lib berishlari mumkin. Orqa tomondan kirib chiqadigan xodlarni ochib, chiroyli qilib sharoitlarini ta'minlab beradilar sizlar uchun. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Mana shu joylarimiz avtoservis, do'kon hamda omborxonalar ijaraga berilyapti.
40 sotixlik joy. Shaharning qoq markazidan turgan joyimiz lokatsiyasiga bitta to'xtalamiz. Bu yoqda ham dom. Bu yoqda ham dom. Kerak bo'lsa, mana yonida ham dom. Mana bu joyga ham dom tushish kutilyapti. Bu degani bu joyda ham kottejlarmi, dom, lekin dom qursalar zo'r foyda bilan chiqasizlar. Deyta 3 ta dom qursa bo'ladi bemalol. Ketma-ketlikka qilib, chiroyli qilib. Xo'p, lokatsiya qaranglar. Carmen Plus'ning shunday orqasidagi massiv. Ya'ni Carmen Plus'dan bu yo'g'i Pernatalarga qarab kelaverishda mana bu domlarni bilasizlar, yo'lning yoqasida turib, mana shu domlarni oldi bilan to'g'ri kirib kelganda, mana shu Europe Glass korxonasi sotuvga qo'yilyapti. Hujjat bo'yicha chisti 40 sotiq, tepadan o'lchab ham ko'rdik. 40 sotiqdan 1-2 sotiq oshiqroq chiqishi mumkin, lekin kam emas. Oldida yerlari bor, ofislari bor. Ha, aytgancha, если cho'ga xohlasangiz agar ijaraga ham olishlaringiz mumkin, agar yaxshigina kelishuv asosida bo'lsa, agar ijaraga ham berishimiz mumkin dedilar. Prosta korxona bekor yotibdi, shuning uchun yo sotamiz yo ijaraga beramiz dedilar, lekin kadastr hujjatlarini ko'rdim, hammasi joyida. Kirganda ofisni sharoitlar qilingan, bu katta hol, ichkarida alohida kabinetlari, ofislarda mavjud, kelsangiz ko'rasizlar, konditsionerlar qilingan, tepalariga ishlovlar berilgan. Endi qaranglar, bundan xo'p, 25 sotiq mana bunaqa katta gigantskiy omborxona, sklad. Xohlasangiz ishlab chiqarish yo'lga qo'yinglar, xohlasangiz omborxona, sklad qilib ishlatinglar. Любой turdagi furalar, xohlasangiz mana bu darvozadan, xohlasangiz ana bu darvozadan kirib chiqadi. Bu yoqqa kran tashkil etilgan, o'z oldiga borib kranni ham ko'rsataman. Xo'p, gaz, svet, suvdan muammolar yo'q, hamma sharoitlari mavjud. 25 sotiq mana shunaqa zakrit yopiq pomeshcheniya bo'lsa, 8 sotiqlik bog'i bor, ikkita yana alohida boksi bor, uni ham sklad qilib ishlatsangiz bo'ladi va qolganlari ishchilar uchun sharoitlar, ofislar, shunga o'xshash ishlar tashkil etilgan. Visokovoltni tok kelgan, alohida o'zi uchun transformatorlar tashkil etilgan korxona uchun. Xo'p. Bu joyni o'zi quruq yer narxiga hisoblab aytayaptilar. Buncha qilingan mana bu skladlari, ofislari, boshqa mayda-chuyda hamma sharoiti bonusiga qoladi agar sotib olsangiz, agar quruq yer narxiga shahar ichida bunaqa joylarni sotig'i bilasizlar 20 ming atrofida, kam bo'lsa agar 20 mingdan chiqadi. Bu katta joy 40 sotiqlik bo'lgani uchun sotig'ini 15 mingdan qo'yyapmiz. Yeslicho 2 ga bo'lib 20 sotiq alohida, 20 sotiq alohida ham sotishlari mumkin. Mana bu kranimiz tepada yuriydi, mana temirlari qo'tirilgan. Bu degani kelgan mahsulotni shunday unaqa bilan kirsa, vagon bilan kirsa, ya'ni furar orqasida vagon bo'lsa, vagonni shunday sho'dan ko'tarib turib, ichkarigacha mana shu tepadagi kran orqali olib kirsa bo'ladi. Bu o'zi qimmatga tushgan ekan egalariga, shuning uchun alohida urg'u berishimizni so'radilar. Endi esa ichki holatlarga bitta to'xtalamiz. Mana bu eshik orqali ishchilar uchun mo'ljallangan xonalarga kirib chiqishimiz mumkin. Omborxonadan bu yoqqa kirishimiz bilan ishchilar uchun sharoitlar qilingan. Bu yoqda ikkita yotoqxona, oldida oshxona, bu yoqlarda sanuzul xonalari, ya'ni yuvinish xonalari bilan hojatxonalari tashkil etib qo'yilgan. Yani bunaqa katta korxonani ishga tushirsangiz agar kamida sizlarga 20 tadan 40 tagacha ishchi kerak bo'ladi. Shu uchun bu yoqdan ovqatlanadigan joylari, ya'ni zavtrak, obed, ujin deganda joylar qilib qo'yilgan. Bu yoqda oshxonasi o'sha ovqat tayyorlash uchun. Xo'p, endi esa tashqariga chiqamiz. Xo'p, tashqariga chiqargan bo'lsak, xo'p, eshikni ham ochib bo'ldi. Mana bu yoqdan o'zining transformatorlari, bu yoq bog' o'sha aytganim. Mana shu ko'rinishda bog'. Ikkita boksi bor deganim-ku, mana bu yoqdan bokslardan kirib chiqsa bo'ladigan eshik qilib qo'yilgan. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tay. Xo'p, bu yoqda yangi ofis uchun bino qurilgan, lekin hali to'liq ta'mirlash ishlari yakunlanmagan. Shuni aytibdi. Bu yoqda yana alohida ofis qilganimizni ko'ramiz. Ichki holati mana shunaqa ko'rinishda mana. Konditsioner qilib qo'ygan ekanlar, yoritish tizimlarini qilganlar, yo'qdaylar kafil bo'lgan, lekin ishi do konca tugamagan. Ichkarida sanuzul xonalari ham yangi holatda mana. Mana shu joy sotuvga qo'yilyapti. Kelib ko'ringlar, ustida aytib estinglar, egalari bir juda yaxshi odamlar, kelishib mana shu joyni baraka qilsalaringiz bo'ladi. Hurmatli biznesmenlar, bunaqa imkoniyat har kun ham chiqmaydi, chunki biz tamojni oldida turibmiz, ya'ni bojxona omborini o'zidan tayyor sklad mana shu binodagi ofislari bilan birga ijaraga berilyapti. Manzili Ekobozorning yonida. Birinchi o'zi sizlarga ofislarni ko'rsatamiz, keyin skladga o'tamiz.
ikkinchi qavatga shunday ko'tarilib kelasizlar. Katta koridor, eng katta ofislarniki bo'ladi. Zinadan chiqib kelganda to'g'rida o'zini namozxonalari ham bor ekan.
yuklarni ko'taradigan maxsus mashinalari bilan birga beriladi. Ichkarida pomeshchenni bitta ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa ko'rinishda zakrit pomeshcheni to'liq yopiq holatda. Kimga qiziq bo'lsa agar bemalol egalariga aloqaga chiqib, mana shu bizneslaringizni rivojlantirish uchun tayyor prямо bojxonada, ya'ni taможный skladda joylashgan omborxonani skladni sizlarga ijaraga taqdim etamiz. Uchastkani 35 sotiqligi sotuvga kelib qoldi. Hujjat bo'yicha 32 sotiq, lekin fasad qismi 70 metrga, ichkariga 50 metr kirgan ekan. Turgan joyimiz Buxoro shahridan 12 kilometr ichkarida, kolxoz bozoridan madaniyat bilan shunday 12 kilometr to'g'ri kesalaringiz bo'ladi. Turgan joyimiz Chilong'iga, Romitanga qaraydi. Bu tomoni esa Toshmachit, Chilong'iliklar yaxshi biladi. Toshmachitdan kelaverish, Asalchilarga o'tib ketadigan trassa yo'lni yoqasida turibmiz. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Toshrobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ushbu uchastkamizni zo'r tomoni 16 sotig'ini alohida, bu yoqda joylashgan 10 sotig'ini alohida, yonidagi 6 sotig'ini alohida sotib olish imkoniyati mavjud. Umumiy hisobdagi narxini telefon qilib o'zlari bilan aytib eshitasizlar. Lekin mana bu 6 sotiqli joyini 2,5 mingdan 15 ming so'rayaptilar. Yana kelishtirib beradilar. Yonidagi 10 sotiqli joyini esa 2,5 mingdan 25 ming so'rayaptilar. Yana kelishtirib beradilar. Bu yo'g'ini alohida yokida hammasini birdaniga olsalaringiz ham bo'ladi, yoki 16 sotig'ini alohida, 16 sotig'ini alohida ham olsalaringiz chiroyli qilib narxlarini kelishtirib beradilar. Qaranglar. 10 sotiqligini oldida kattagina mevazori bor. Bu yoqdagi 16 sotiqligini oldida ham kattagina mevazori bor. Ayni damda mana bu tomonda to'liq yashash imkoniyati mavjud. Bir boshdan ko'rsataman sizlarga. Bu yoqqa qaytamiz. Hozir sizlarga narxi yengilroq bo'lgan, yer maydonlariga ega bo'lgan joyini ko'rsataman. Uglovoyga to'g'ri kelgan, oldidan ariq, suv oqib o'tgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Oldinroqga borib davom ettiramiz. Mana bu qismi o'sha 10 sotiqligini oldi tomoni bo'ladi. Bu qismi esa 6 sotiqligini oldi tomoni bo'ladi. Uglovoyga tushgan. Bu yo'qni vaqtida moyka qilish uchun taxlagan ekanlar. Ya'ni yo'lni yoqasida joylashgan uchastkamiz. Bu yoqda moykaga sharoit qilganlar, boks qilganlar. Xo'p, bu yoqda esa ustaxona, mashina ta'mirlaydigan sex uchun yana bitta boks tayyorlab qo'ygan ekanlar. Yamalari qilingan. Uglovoyga tushgan, oldidan yo'l o'tgan. Mana yon tomondan kiradigan darvoza qismi bor. 6 sotiqligini olsangiz, lekin bitta uchastkacha qursangiz maza qilasiz. Ham narxi yengil, ham Uglovoyga tushgan. Mana bu yoqda ham yana bitta mashina ta'mirlaydigan sex ochish uchun joy qoldirilgan, faqat tepasini yopib yamalarini taxlash kerak bo'lgan, chala qolib ketgan ekan. Endi esa yashalayotgan qismini ichki tomondan ko'rsatib o'taman. Mana oldidagi darvozaxona qismiga yetib keldik. Mana shunaqa holatda tepalari chiroyli qilingan, devorlari ta'mirlangan. Kirishimiz bilan bitta chap qo'lda katta xonasi joylashgan. Xo'p, xonamizni chirog'ini yoqib olamiz. Mana shunaqa holatdagi kattagina xona, mehmonxona qilib foydalansa bo'ladi. Bemalol davom etamiz. Ayni damda 4 ta yashash xonasiga ega ekan. Sanuzullarigacha taxlab qo'yilgan. Bu esa hovli qismi. Kirishlaringiz bilan bu yerda sanuzul, buni ichida hojatxona hamda dush vannalari tashkil etib qo'yilgan ekan. Davom etamiz. Bu yoqda esa oshxonasi qilingan. Gaz, svet, suvdan muammolar yo'q deb aytib o'tdilar. Mana bu yoqda yana bitta kattagina xonadan iborat. Bu xonasi juda ham katta ekan, mehmonxona qilib tayyorlangan. Ko'rib turganlaringizdek, u yoqdagi ham yaxshi gilamlar to'shab qo'ygan, jihozlar kelishilgan holatda bo'ladi. Bu yoqda esa hovli qismi bo'lyapti. Hovlida ham yana bitta xonasi, bu yoqda yana alohida kladovkasi mavjud. Bu yoqda mol ayvoni uchun joy qoldirib o'tilgan pasta lokatsiyasi bo'ladi. Videoni qaranglar. Madaniyatlik hamda romitanlik, chilong'ilik tanishlaringizga ulashib qo'yinglar. Mana bu yoqdan ham bitta darvoza ochsa bo'ladi, yo'l tomonga bemalol. Ichkarida yana bitta xonasi mavjud. Xo'p, aytib o'tganimdek, narxi hamyonbop. Buxoro shahridan bitta lokatsiyasini urib ko'ringlar. Kolxoz bozordan 12-13 kilometr masofada joylashgan, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Xo'p, mana shu yoqdan agar bo'lansa, mana shu yerdan agar bo'lansa agar, bu qismi alohida 16 sotiq, bu qismi alohida 16 sotiq. Uglovoyga tushgan joylardan, darvozalardan ko'rsatgan joyim. Bu yoqda o'sha sexlari bilan bokslari joylashgan qismi. Mana shunaqa katta gigantik uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'lab berish imkoniyati ham mavjud. Umumiy hisobda olsalaringiz ham bo'ladi. Turgan joyimiz kolxoz bozor, eski Jondor stoyanka. Bu yoqda Hasan Husan parfyumni hamma yaxshi biladi. Mana bu yoqda ikkinchi filial Hasan Husan parfyumni aynan shu joydan, mana bu 2 qavatli bino
ijaraga berilyapti. Restoran qilasizlarmi, klinika qilasizlarmi, do'konlaringizni qilasizlarmi, optim magazinlaringizni ochasizlarmi, любой narsa uchun parfumeriya qilib yuborasizlarmi, umuman farqi yo'q. Shu atrofda agar do'konlaringiz bo'lsa, kichkinalik qilayotgan bo'lsa, doimiy mijozlaringiz bo'lsa, agar shunday olib bosib yuboringlar, menga qo'shilib chiroyli restoran qilgan bo'ladim, chunki atrofda bilasizlar odam juda ham ko'p. Bu yoqda o'zi obedni o'zida bo'lib normal foydaga chiqasizlar. O'shandan tashqari podval qismidan bo'lsa ko'rishni boshlaymiz. Podvalimizni oldi, aytgancha binomizni oldi qismida bemalol 15 tadan 20 tagacha mashina sig'adigan parkovka joyi ham mavjud. Oldi tomonlarda steyajka qilingan. Yoz kunlarida oldi tomondan ham umumli foydalansangiz bo'ladi agar restoran qiladigan bo'lsangiz. Pastga tushishimiz bilan mana visokopotolochniy podval ta'mirlangan holatda, kafillar qilingan, tepalarda yoritish tizimlari, yong'inga qarshi datchiklar, hamma sharoitlari qilingan holatda chiroyli ta'mirlangan. Endi esa birinchi qavatni ko'ramiz. Pastda 180 kvadrat. Birinchi qavatimiz ham 180 kvadrat. Buni alohida ham berishlari mumkin. Ya'ni podvalni o'zini o'zi ishlatib turib, keyin birinchi etajni alohida boshqa kishi olsa ham bo'ladi. Razdelni holatdagi sanuzil xonalarga sharoit qilib qo'yilgan. Xo'p. Ya'ni podvalda o'z do'koningizni qo'ysangiz, birinchi qavatni alohida boshqa kishi olsa, ikkinchi qavatni alohida boshqa kishi olsa ham bo'ladi. Faqat narxi o'zgaradi. O'zi sizlarga pastda umumiy narxini yozib qoldiramiz. Ya'ni 180 kvadrat birinchi etaj, 180 kvadrat podval va 200 kvadratli ikkinchi qavatdan iborat. Ikkinchi qavatni qayta qo'shilib 200 kvadrat bo'lgan desangiz agar, mana bu yoqda alohida yana bitta xona qo'shilgan hamda 200 kvadrat bo'lgan. Mana shu joy ijaraga berilyapti. Yangi hokimiyat, ya'ni Severindan kelaverish, shunagina Fayzobod Pavodotga yetmasdan yo'lning yoqasida elitni yuzi ablisovishni kirpishlarda ishlovlar berilgan, dom qurilgan, pastda esa podvallari bor, birinchi qavatlar nijiloy do'konlar qilib qo'yilgan. Tepa kvartiralarning hammasini sotib tugatganlar, domchida bironta kvartira qolmagan, magazinlarni o'zlari uchun saqlab qolgan ekanlar. Hozir o'zgina pul zarurat yuzasidan sotuvga qo'yyaptilar. Do'konlarimiz bir boshdan ko'rsataman, bu 120 kvadratligi advokatura qilishga mo'ljallab bo'lan holatda 5 ta alohida xona qilingan, elektromontaj, santexnika montaj, tepli pollari hamda oyoqdagi steyajkalar qilib qo'yilgan holatda 5 ta alohida xona, podyezddan kirib chiqadigan xodlarigacha mana tayyor holatda stenalar olib qo'yilgan. Kelib ko'rib yana ustida aytib eshitasizlar, 120 kvadrat podvali kadastrga qilib, kadastrga kirgizib bonus qilib beriladi. Podvallarga tushadigan xodlari ham juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa 50 kvadratli do'kon bo'lyapti. Ofis uchun tayyorlangan, u yoqdagi kafillatilgan, stenalarga, devorlarga ishlovlar berilgan. Ichkarida bu yoqda bitta dam oladigan xona, namozxona uchun joy tayyorlangan, ham dam oladigan xona, namozxona bo'ladi. Bu yoqda esa mamlaqa holatda sanuzul xonasi kirganda garderobni xona, ichkarida sanuzul xona bilan tahorat oladigan xonalar uchun joylari qoldirib o'tilgan holatda kafillar qilib qo'yganlar. Tepasiga esa elektromontajlarda ishlovlar berilgan. Bunga ham 50 kvadrat podval qo'shib bonus qilib beriladi. Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda ikkita 100 kvadratli bir xil do'konlarimiz bor. Ikkovini qo'shib 200 kvadrat qilib olsangiz bo'ladi. Bu korobka holatda turibdi. Ana shuni proyekti idealni do'kon qilsangiz ham, stoloy qilsangiz ham, restoran qilsangiz ham bo'laveradi. Podyezddan kirish eshigi mavjud. Tepasida yong'in xavfsizligi uchun joylari qilingan. Bu yoqda yana bitta 50 kvadratli do'koni bor, hozir ko'rsatganimdaqa. Kimga qiziq bo'lsa agar, pastda domchining o'zlari raqamlarini qoldiryapmiz. Narxlardan barakasi uchun ozgina o'tishlari mumkin, chunki bundan ancha baland so'rab turganlar, chunki podvallar bonusga qo'shib berilyapti. Yangi lokatsiya, yangi hokimiyat ishga tushyapti, bilasizlar. Bu territoriyadagi hamma domlar ishga tushdiki, bu ko'chadan bunaqa narxga do'kon topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun tepada qiziqda bosib ulgurib olib qo'yinglar. Kattaroq biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarimiz uchun zo'r bitta taklifimiz bor. Turgan joyimiz Jondor tumani Oytug'diga qarashli prom zona bo'lib, shunagina yo'lning yoqasida gaz o'tgan, tok o'tgan, ikki tomondan arg'o oqib o'tgan joyda. Bitta o'zi qaranglar, bu yoqda ofislari qilingan, korobka holatda, bu yoqda ishchilar uchun oshxona hamda dam oladigan joylari qilingan, korobka holatda, tepalari shifr yopilgan. Mana shu ikkita binoni o'zini qurilishiga egalar aytishlari bo'yicha 100 mingdan oshiqroq rasxod qilingan
holatda turibdi. Bu degani sizlarga bu binolarni bonusiga tushyapti degani, yerini sotug'iga 1600 dan so'rashyapti. O'zlari bundan balandroq narx aytgandilar. 1600 ga tushirdik. Yana barakasi uchun ozgina kelib ustida gaplashishlaringiz mumkin bo'ladi. Ichki proyektlari juda ham zo'r qilingan, fundamentlar qilib, betonlar qilingan, hamda ichkarida katta mashinalar qo'yish uchun, ya'ni Fura, Kamazlar kirishi uchun tagiga 2 metr balandligida beton to'kib 4 ta boks qilingan. Ularni ham oldiga borib ko'ramiz. Bu yoqda KPP xonalari, ya'ni maxsus nazorat bilan kirib chiqadigan xonalar uchun joy qilingan, qorovul xonasi qilingan. Bu yoqda ishchilar uchun joy qilingan. Yana qo'shimchasiga oshxona hamda bu yoqda ishchilar uchun yuvinadigan, dam oladigan yotoqxonalarga mo'ljallangan joylar qoldirib o'tilgan. Elektromontajlari bo'lgan, stechka shkatulkalari qilingan holatda turibdi. Ikki tomondan kirib chiqadigan darvoza qismi qoldirilgan. Bu ovqatlanish uchun, oshxona uchun joy qilingan. Elektromontajlari qilib qo'yilgan bo'lgan ekan. Xo'p, tepalarga ham bunaqa ayvon qilingan holatda, bu yon tomondan ham darvoza qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu yoqdagi 2 qavatli binosi bo'lsa agar, buxgalteriya, ofis, mehmonlarni kutib oladigan joy hamda o'sha keladigan maxsus mehmonlar uchun dam oladigan xonalar tashkil etib qo'yish uchun qurilgan bo'lgan ekan. Jondorlik tadbirkor tanishlar bo'lsa agar, bemalol ulashib qo'yinglar. Masla zavod qiladilarmi, molxona qiladilarmi yoki sanoat yo'nalishida biron-bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadilar, bemalol olib maza qilib foydalansa bo'ladigan joy. Endi esa narigi tomondan ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bokslarimizni oldiga yetib keldik. Qaranglar, bokslarimizni har birini maydoni 16 ga 12 deyarli 200 kvadratli mana shunaqa bokslardan 4 ta qilingan, yetmaganiga balandligiga baho berilgan. 5 metr balandlikda usti plita, plitaning usti to'liq shifr yopilgan holatda, oldi tomonlarini ham mana shunaqa holatda stechkalar qilingan. Aytib o'tganimdek, betoni juda ham qalin qilib qo'yilgan, chunki og'ir yuk mashinalarini ko'tarish kerak bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa bokslar qilingan joyimiz sotuvga qo'yilyapti. O'z egalari aytishlari bo'yicha mana bu bokslar bilan birga qilingan rasxodi 200 mingdan ham oshib ketgan dedilar, chunki bokslar plita yopib pishgan g'ishtdan qurilgan hamda atrofidagi zaborlar ham to'liq hammasi pishgan g'ishtdan qurilgan bo'lgan. Orqa tomondan ham bemalol kirib chiqish uchun joylar ochilgan, orqadan ham kanal oqib o'tgan ekan. Mana shunaqa ko'rinishda bokslarga ham tok tortib kelib, montaj qilib qo'yilgan. Tayyor biznes izlab yurganlar bo'lsa agar, zo'r sotuvga qo'yilyapti. 10 sotiq maydonni egallagan, ko'chalar asfalt qilingan, ko'p suvlari, to'klari kelgan, ulangan holatda, gazlari ham bor, ozgina hujjatlari bilan ishlari bo'ldilar. Xo'p, qaranglar, hozirgi kunda bu joyimizdagi mahsulotlarni o'zini tayyor holatdagisi 200 million so'mga yaqin summani tashkil etadi. Ya'ni mana bunaqa nerjavik hamda temir mahsulotlarini ishlab chiqaradigan sex, qo'shimchasiga stanok apparatlarini o'zi deyarli tayi 100 mingga borib qoladi dedilar. Chunki stanok apparatlaridan tashqari mana bu mahsulotlari, mana bunaqa o'zini maxsus gaz ballonlari, hamma sharoitlari qilingan. Hali ikkinchi qavatga showroomga ham chiqamiz. Bitta sizlarga qisqacha sexni ko'rsataman. Umumiy 10 sotiq maydonga qurilgan holatda, adashmasam 16 tami 17 tami kameralar bilan jihozlangan, hammasi zamonaviy so'nggi turdagi Xitoydan kelgan sexlar, lazerli apparatlarigacha tayyor dedilar. Bu yoqda mana qolgan apparatlari, ya'ni shu sohani ichida bo'lgan odamlar tushunadi. Buni qulay tomoni, xohlasalaringiz joyini o'zini sotib olinglar. Xohlasalaringiz agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana bu texnikalarini o'zini sotib olinglar, yokida ikkovini birgalikda olib maza qilib ishlatsalar bo'ladi. Mana bu yoqda o'sha mashhur lazerli apparatlari, ya'ni bunga programmasiga, miyasiga kiritasizlar, kerakli sizlarga dizaynni, o'sha dizaynni o'zi chiroyli qilib kesib beradi. Tepada kesilgan mahsulotlarni ham qisqacha ko'rsataman. Masalan, mana shu lazerli apparatda kesilgan, mana bu soat lazerli apparatda kesilgan, choynak piyolaga quyayotgan ko'rinishida. Xo'p, bu yoqda yana qo'shimcha stanoklarda hamma sharoitlari qilingan. Egalari aytishlari bo'yicha juda ham barakali biznes bo'lgan. Faqat egalari boshqa bundan ham yana ham kattaroq biznesni rivojlantirib yuborganlari uchun bu yoq hozirgi kunda bo'sh turgani uchun biron bir odam olib maza qilib foydalansin, ishlatsin, baraka topsin ular ham degan ma'noda sotuvga qo'yishayotgan ekanlar. Boshqa bizneslar bilan bu yoqqa vaqt ajrata olmayotgan ekanlar egalari. Xo'p, bu yoqda chiqayotgan mahsulotlar hali Buxoroda yangilik, Buxoroda bironta sexda, stanoklarda yo'q dedilar. Ya'ni topli polni korobkasi, ya'ni shit bo'ladi-ku.
avtomat texnik. Bu teplый polni shitini yasab chiqarayotgan ekanlar. Ya'ni buni qo'lib hali hech qayerda yo'q dedilar. Bu yoqda stulchalar yasab qo'yilgan, adashmasam. Davom etamiz. Mana o'sha lazerli apparatda kesilgan mahsulotlar mana. Namunasini ko'rsalaringiz bo'ladi mana. Buni qaraysiz, mana bu yoqqa tutsam menimcha yaxshiroq ko'rinadi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu stanoklarda kesilgan yoki mana qaranglar, bunisini qaranglar chiroyligini. Parij. Eiffel. Mana. Stanoklarda kesilgan holatda shunaqa narsalar chiqqan. Bundan ham kattaroq o'lchamlarga qo'yib bemalol kessalaringiz bo'ladi. Men sizlarga qisqacha ko'rsatyapman. Mana bu o'sha aytganim tayyor holatdagisi, nimani ko'rsatganim hozirgi santexnika uchun foydalaniladigan teplый polni shiti. Bu yoqda yana qo'shimcha o'sha gaz ballonlari, bu yoqda yana oshxona uchun mo'ljallangan, ya'ni restoranlarni ish stoli uchun mo'ljallangan xom ashyolar va mana bunaqa pech, juda ultra ekonomli pech dedilar buni. Bu adashmasam mana bu nimani ostatkasi bo'ladi, benzinni, neftni ostatkasi, o'sha narsaga ishlaydigan juda ekonomli pech dedilar. Bu pechimiz mana bu maxsus sirli kraskalarni quritish uchun foydalanilar ekan. Endi esa qaranglar, mana bu qismida ikkita sanuzul xonasi, o'zini ichida tayyor oshxonasi hamda yana bir qancha ombor xonalari mavjud. Stanoklarni qaranglar, yo'q, stanokni o'zi yo'q. Mana bu yoqda yana ko'rsalaringiz bo'ladi. Shu temirchilik mahsulotlari bu yoqdagi joylardan kelib o'zlari ichkarisiga kirib ko'rasizlar. Endi esa men sizlarga qisqacha ikkinchi qavatdagi ofisini ko'rsatib o'taman. Bu yoqda yana qo'shimcha mahsulotlar. Ya'ni ikkinchi qavatga ko'tarilib oldik. Bu yoqda perillalar, ya'ni zinani perillalari yasalgan. Bularni bemalol yasab biladilar. Bu yoqda mana o'sha aytganimdek, hozir bu yoq showroom qilingan holatda, kamera kuzatuvlari qilingan showroomimizda bular nimalarni yasay oladilar, shularni showroomini tayyorlab qo'ygan. Ya'ni shu stanoklardan shunaqa narsalar chiqarsa bo'ladi, bundan ham zo'r narsalar chiqarsa bo'ladi. Bu yoq endi o'zlaringiz fantaziyalaringiz yana nima desa bo'ladi. Mana qaranglar. Yasalgan mahsulotlar juda ham chiroyli chiqqan. Tajriba bunaqa bitishkalar yasaganlar. Kamera kuzatuvlari, bu boshliqlar xonasi bo'ladi, yumshoq mebellar qilingan, kompyuterlar hammasi qoladi. Mana bu yerdan kamera kuzatuvidan bemalol boshqarib tursalaringiz bo'ladi nima bo'layotganini, turgan joylaringizdan mana bu yoqda mana ichkarida ish jarayonini ham bemalol ko'rib turishlaringiz mumkin ekan. Xo'p. Bu yoqda buxgalterning xonasi. Bu yoqda ham konditsioner qilingan, ishchi uchun kerakli hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan va mana bu yoqda yana alohida 6 ta xona mavjud ekan. 4 ta adashmasam. Bu yoqda sanuzul uchun joy, kladovka, sanuzul. Imom bunaqa ta'mirlash ishlari chala qolgan yana kichkina xonalardan iborat, ya'ni bemalol yashab ishlasa bo'ladigan holatda turibdi ushbu joyimiz. Mana pastda lokatsiyasi ham degan raqamlarda bo'ladi. Mana shu binomizdan suv tekin narxga ijaraga joy topib qo'ydim. Turgan joyimizga to'xtaladigan bo'lsak, Kalenskiy chorraha, bu tomoni Ekobozor ketaverishda, shunagina yo'lning yoqasida железнодорожный oldida joylashgan, aholi juda ham gavjum, ya'ni yo'limiz serqatnov hisoblanadi. Oldinda o'zini parkovkaga mo'ljallangan joylari mavjud. Oyoqdagilarga bruschatklar terib ishlovlar berilgan. Yoz kunlarida ham bemalol stol qilsalaringiz yoki bizneslaringizni oldinga chiqarib ishlatsalaringiz bo'ladi. Qaranglar, yon tomonda oshxonasi bor. Agarda restoran qilaman desalaringiz agar, kelishib bilsak agar, mana qaranglar, 1, 2, 3, 4 ta do'kon, bitta podval, yondagi oshxonasini ham qo'shib berishlari mumkin agar restoran qilaman desalaringiz. Yokida ofis qilsalaringiz bo'ladi, klinika qilsalaringiz bo'ladi, ishlab chiqarishlaringizni yo'lga qo'ysalaringiz bo'ladi. Biz boshdan ko'rishib boshlaymiz, podval qismiga oxirida qaytamiz. Qaranglar, tepadagi joylarda ichida alohida oshxonasi, mana bu yoqda bitta alohida joy. Ha, aytgancha agarda biznesimga bu joy kattalik qiladi desangiz, tepadagi joyni alohida, podvalni alohida olishlaringiz mumkin. Yokida tepa bilan podvalni o'zini olaman desalaringiz ham chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Mana shunaqa holatda oyoqdagilar kafil qilingan, devorlari abo'y, yo'l tutish tizimi zo'r qilingan. Ichkarida yana bitta ixchamgina joyi bor, sklad yoki dam oladigan joy yoki namozxona qilib foydalansalaringiz bo'ladi. Davom etamiz. Qaranglar, bu tomonga shunday kiramiz. Kirganda mana shunaqa ko'rinishdagi kattagina joy. 3 ta shishamiz shu yoqqa to'g'ri keladi. 3 ta kiraverish qismi shu yoqqa to'g'ri keladi. Bu yoqda ichida o'zini sanuzul xonalari qilingan.
hamda ichkarida o'zini issiqlik tizimi uchun kachov xonalar ham bor. Endi kelsangiz yana o'zlaringiz batafsil ko'rasizlar. Davom etamiz. Xo'p, agar stolovoy restoran qiladigan bo'lsangiz, ichkarida oshxona qilishga, ya'ni горячий zona yoki salatxona qilishga mo'ljallangan joylari bu. Tashqarida горячий kuxnya qilsangiz agar, bu yerda посудомойка bilan salatxonani yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Endi esa pastdagi podval qismini ham bitta ko'rsataman. Devorlardagi attachento kraskalarda chiroyli ishlovlar berilgan ekan. Podval qismiga keldik. Podvalimizda ham mana shunaqa ko'rinishda sharoitlar qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastda lokatsiyasi hamda egasini raqamlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar. Bizneslaringizni yo'lga qo'yish uchun zo'r joy. Ijaraga hamyon bo'lib narxga joy izlab yurgan tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar. Agarda qaranglar, mana shu umumiy mana bu 3 ta joyni, 4-joyni hamda podval bilan 5-joyni qo'shib olsalaringiz agar, mana buni ham kelishtirib beradilar. Umumiy hammasini juda ham hamyon bo'lib narxga bittaga beraman dedilar. Yoki-da tepa podvalni alohida yoki podvalni yoki tepani o'zini ham alohida olish imkoniyati mavjud sizlarda.